Xo'p, qizlarjonlar, bizda kunduzgi kremimiz aynan ekspert seriyasidan 1140 kremimiz ishlab chiqarilardi. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Aynan 1140 kremimiz hozirda novinka bo'lib, mana shunday ko'rinishda ishlab chiqarilyapti. Chunki poddelkasi juda ham ko'payib ketgan. O'shaning hisobiga bizda yangi variantda kompaniyamiz mana shunaqa ko'rinishda ishlab chiqarilyapti. Ya'ni kunduzda SPF 15 bor tarkibida qizlarjonlar ko'rsangiz bo'ladi va 50 mg kunduz kuni ham bemalol bu kremdan foydalanishingiz mumkin. Yuzingizda tug'ruqdan qolgan dog'lar, ugridan qolgan dog'lar va quyosh nurlaridan tushgan dog'lar, bundan tashqari kosmetikadan tushgan dog'laringiz bo'ladigan bo'lsa, aynan bu mahsulotni ishlatib siz yuzingizdagi dog'laringizdan qutulasiz. 56 kun mobaynida tinimsiz ishlatganingizda yuzingizdagi dog'laringiz, demak, sizdan ketadi. Sepkillarni ochartirish xususiyatiga ega. Yo'qotmaymiz, ochartirib beramiz. Chunki sepkillar bilamiz, orttirilgan yo tug'ma bo'ladi. Orttirilgan bo'lsa